Machalqani chekadagi bezovni ko'rsatib bermoqchiman. 2 mangizdan so'ngra ilmog'imizni chiqaramiz, ya'ni ustunlari chiqaramiz. Tepasiga 3 zanjir, orasiga mahkamlaymiz. 2 ilmoqni birlashtirdik, oraga 1 zanjir. Ayni yerdan ikkinchi ustunimizni chiqaramiz. Tepasiga 3 zanjir chekamiz va 2 ilmoqni birlashtiramiz. Oraga 1 zanjir. Ayni yerdan 3-ustunimizni chiqaramiz. Tepasiga 3 zanjir chekamiz va oraga mahkamlaymiz. 2 ilmoqni birlashtiramiz va oraga 1 zanjir. 4-ustunimiz ham ayni shaklda. 1, 2, 3. Oraga mahkamlaymiz. Oraga 1 zanjir va oxirgi ustunimizni chiqaramiz. 1, 2, tepaga 3 zanjir va oraga mahkamlaymiz. 2 ilmoqni birlashtiramiz va 1 zanjir. Oradagi 2 mangizdan so'ngra birlashtiramiz. Ya'ni oralarda 2 mangiz tashlanadi. Takror keyingi bezovimizda ham yana ayni shaklda 2 mangizdan so'ngra ayni yerdan 5 dona ustunimizni chiqaramiz. Bezovimiz juda ham oddiy va oson. Ya'ni bu shaklda.